alaykum oyijon. Aytgan hamma narsalaringizni oldim. Qayningizni yaxshi ko'rgan qizini birov olaman deb uzatib bormasin deb mana to'yni boshladik. Mana bunaqa qilib uch qilib ko'ryapsiz bolam. Endi sizga iltimosim bor. Endi tillalarni ola olmadim men bu. Tillalaringizni berib tursangiz bolam, to'ydan keyin sirasi olib beraman yana kelinni qo'lidan yechib. Voy oyijon, shunisi qilib o'tiribsizmi? Tilla topiladigan narsa. To'y o'tsa albatta olib beraman bolam. Men tushunganingiz uchun rahmat bolam. Charchab qolmadingizmi? Yo'q oyijon. O'rganib qoldingizmi bizning xonadonlarga ham? Qiynalib to'y qildik bolam. Endi gapim bor. Nima deyishni bilolmayman sizga hozir. Tinchlikmi oyijon? Yo'q bolam, tinchlik. Endi ochig'ini aytaveraman-da. Mana opangizlar, o'sinizlar 12 yillik kelinim. Mana shunaqa qiynalgan paytlarimda yonimda bo'ldi. Bolam, to'y paytida sizga tillalar ola olmadim. Shu qo'lingizdagi sizga taqqan tillalarim mana shu kelinimdan olib turuvdim. Bolam, to'ydan keyin olib beraman qaytarib. Sizga qizim degdim, shundoq qo'limga berdi bolam. Shuni berib yuboringlar egasiga. Hali o'g'lim sizga undan zo'rini olib beradi, o'qishlarni bitirib olsin. Shu zo'rlamidi oyijon? Mana. Xudo xohlasa o'g'lingiz ishlab, pullar ko'p bo'lsa, sizga ham, menga ham olib beradilar. Voy bolam, nima deyishni ham bilmayman. O'zim o'rgilay bolamdan. Xudo degan ekanman, shunaqa yaxshi qizdan kelin qilgan ekanman. Bular menga kelin emas, qiz ekan. Sizlarning ham kelininglar shunaqami? Sizlarga qiz bo'lib ketganmi?